Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga so'z qilaman ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizlarmidi? Ha, yo'qotsa televideniyaga chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishloqni sharmanda qilding, sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara oladi. O'zingni jigarada keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryani bo'yiga nima qilib kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga it baliq raqsini namoyish etadi. Endi boshlanadi qara. Bolalar начинаем приготовлюсь. И Voh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejirim muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Darmiyat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu men qishloqda tutqatar jag'alar pol Amerika, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turib qarang. Ona, nima rais bu men bilan aytdim. Skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga ro'p biz mahallada bakateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Oz to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltig'i usasida, voy! Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu mana Gazzek degan o'zimizni milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu qo'limda naqd $10,000 bitta pochka. Mana shu $10,000 Gazzek semishkasini 200 grammligiga mana $10,000 $20 qilaman deb ichiga sovoraman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz $20 chiqadi. Qale. Yo'q-mayo. Rais bu kim semishkasida $20 chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, Gazzek.uzga savdo tashasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazzekki mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlarining profiliga joylab, Gazzek.uzga savdo tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda, sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlansin. Bo'ldi. Rais bu asfalt qalay, asfalt. Ho, ayollarim nima qilyapti? Mehnat qildik, Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu berib yuboring. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallaning chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'man pulini yarmini o'zingiz mashina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi, o'ylaysiz. Qanday qildingiz-ku? Ye, shallaqigina.